Assalomu alaykum. Infoaziya YouTube kanalining ko'zlari Aravon rayonida Chikalov ko'chasida 6 sotlik maydoni bo'lgan chek sotiladi. Bu chek Aravon rayon sentrida joylashgan. Mana bu yerda Telekom, bu tomonda yo'l bilan ketsangiz hokimiyatning oldidagi samolyotning oldidan chiqasiz. Mana bu bog'cha. Bu tomonga borsangiz Bo'rova Ibragimov hamda Oktyabr tomonga chiqiladi. Mana bu ko'chadagi o'ng tomondagi ikkinchi eshik. Mana shu ikkinchi eshik. Hozir ichkariga kirib, barchasini sizlarga batafsil ko'rsatib o'tamiz. Shu chek. Mana ko'rib turganlaringizdek, yerlar tekis. Bu yerlarga vodoprovod liniyasi kelgan. Bu yerlar naporlar juda ham yaxshi. Elektr tok bor. Ko'rib turganlaringizdek, Aravon rayon sentrining oldida bog'cha bir qadam. Bu tomonda Habib Abdullayev maktabiga ham juda ham yaqin. Telekom, hokimiyat va barcha ishxonalar juda ham yaqin. Ko'rib turganlaringizdek, atrofi to'silgan. Aravon sentrida biznes qilmoqchi bo'lganlar uchun ham juda ham qulay joy. Hujjatlarda hech qanaqa muammosi yo'q, qizil kitobi bor. Aytib o'tganimizdek, umumiy maydon 6 sotik, bahosi 9 million so'm kami bor. Sotib olish uchun yoki to'liq ma'lumotga ega bo'laman desangiz, ekran ostidagi telefon raqamlariga murojaat qilsangiz bo'ladi.